Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Men sizlarga bugun shu piling haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu piling yuzni chuqur tozalaydi, ya'ni ajinlarni ketkazishiga, mayda ajinlarni, dog'larni ketkazishiga, yuzni regeneratsiya qilishiga, ya'ni qayta tiklashga yordam beradi. Buning uchun yuzingizni yuvasiz, nam holatida buni ozgina olib, kruговое движение bilan yuzingizni massaj qilasiz. Massaj, как skrab surgandek massaj qilasiz. Keyin 10 minut turadi yuzingizda, как maska yuvib tashlaysizda yuzingizni. Keyin xohlagan sivoritkami, C vitaminli sivoritkami, или любой bitta yog'i surib, ketidan SPF bor kremni surib chiqasiz. Bo'lmaganda, bu kremingiz bo'lmaganda, mana organovый losyonnida ham 15 SPF bor, chunki yuz regeneratsiya qilib, yuz обновление qilgandan keyin обязательно SPF krem surib chiqishingiz kerak.